Gijja, ichak qurtlari bunga o'z aslida biror joyga borib davolanish shart emas. Oshiqcha bo'lsa, borib davolaniladi. Oshiqcha bo'lsa, hattoki bolani asablariga ta'sir qilayotgan bo'lsa. Hozir bolangiz sog'lom, faqat biz dog'lardan ko'ryapmiz. O'sha ichak qurtlari ko'p. Buni qanday davolaymiz? Birinchi o'rinda, masalan deylik, ko'chaga kiyadigan kiyimlarini bitta kiyib keladi. Haligi endi ko'chaga kiyadigan kiyimlarini o'zbekcha qilib aytganda, qaynatadigan bo'lsangiz, rangi o'chib ketadi, boshqa bo'ladi. Hozir nima qilishimiz kerak? Masalan, 3 ta uyga kiyim. 3 ta doimiy uyda kiyadigan kiyim. Masalan, deylik, ko'chaga chiqib kelgungacha ana orqalarini qashlamaydi ham. O'shaning uchun shart emas o'z aslida ham. Baribir 90 gradusli strilka bor-ku, masalan, mashina. Shunga solib, hali gradusini ko'tarib turib, o'shanda yursangiz bo'laveradi ko'chaga kiyadigan kiyimini, lekin uyga kiyadigan kiyimi, pastellari, ich kiyimlarini har kuni almashtirish kerak. Almashtirib qaynatish kerak. Qaynatasizda, keyin ich kiyimini kiygizishdan oldin har doim dazmol qilib keyin kiygizasiz. Keyin bitta bolangizda biz gijjaga shikoyat qilayotgan bo'lsak, shubha qilayotgan bo'lsak yoki demoqchi bo'lganim, uyingizda 3 ta 4 ta bola bo'lishi mumkin. Hammasinikini tendaniga qilasiz, keyin yo'qoladi bu narsa. Tushundingizmi? Bog'chaga borganda bog'cha opalariga ham kerak bo'lsa har kungi pastelni alohida qilib sumkasiga solib olib borib bersangiz, misol o'sha o'zini pastelini solib yotkizadi. Yana yig'ishtirib beradi, yana olib kelib qaynatasiz. 3-4 ta bog'chaga alohida pastel qo'yib olish kerak. Shuni o'zini qiladigan bo'lsangiz, mana dorisi. Ashqon urug'i yetadi shuni o'zi. Boshqa dori-darmon qilish shart emas agar o'shani o'zini qiladigan bo'lsa. Lekin bir pasda yaxshi bo'lib qolmaydi bu holat. Masalan deylik, bitta sikl aylanish kerak. Qurtlar sikli har xil bo'ladi. O'rta hisobda deylik 3 oygacha shu narsani qilsangiz, bolada hech bola qolmaydi, xudo xolasa. Lekin 6 oygacha ham buni odat qilish kerak, olib ketaverish kerak. Chunki o'sayotgan bola hali boshqalardan baribir yuqishini, boshqasini inobatga olib turib, 6 oygacha shunaqa qilib qaraydigan bo'lsangiz, doktorga borishingiz shart emas. Hozir o'zi analiz topshirishingiz 5 marta topshirishingiz kerak-da, cherezdan qilib har kuni borib 5 marta topshirishingiz kerak. Baribir o'shanda ham 100% chiqmaydi. Davosi shu. Endi oshib ketgan bo'lsa, asabiga ta'sir qilayotgan, haligi ko'rishiga ta'sir qilayotgan bo'lsa, unda olib borib gijjani tushiradigan joylarga olib borib tushirish kerak. Kelishiga